Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. Yana yangi mahsulotlarni sizlarga olib kelib tanishtirishda davom etishdan charchamayapmiz. Inshaalloh mana yangi yana mahsulotlarimiz keldi. Bu mahsulotlarimiz mana yangi mana upakovkada desert degan upakovkada Amerikaning urug'i sorti mana Au Producer. Bu tarvizimizni biz o'tgan yili buni sinovdan o'tkazganmiz. Bu tarvizimiz O'zbekistonni stress sharoitlariga, issiq iqlimga va sho'r yerlarga juda ham mos keluvchi sortimiz hisoblanadi. Keyingi narsamiz yana yangi kelgan narsamiz mana shirin makkajo'xorimiz keldi. Bu makkajo'xorimiz 30 santimetrgacha bo'ladi uzunligi, sredniyam 24-25 santimetrgacha bo'ladi. Super sladkiy bu ham. Bu makkajo'xorimiz ham yangi keldi. Inshaalloh buni ham sinovlarni o'tkazib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizni tanishtirib o'tmoqchi bo'lgan mana desert tarvizimizni mana ichki holatini bitta ko'rsatib beramiz. Urug'ini sifatini o'zingiz uchun mana ko'rishinglarga qanaqa sifatdaligini mana urug'imiz sifatini ko'rsatib bir xil tekisda standart urug' mana standart bir xil standartda kelgan urug'larimiz. Keyin yana qiziq tarafi bu urug'imizda bunday ahamiyat bersanglar mana uchki tarafi qurbaqa simon bo'ladi. Bu degani urug'imiz bu sort hisoblangani uchun sortlarning ichida super elita navini biz o'zimiz uchun upakovkani zakaz qildirib, shu upakovkada olib kirtiryapmiz. Bundan tashqari yana bizga 5 xil yangi amerikanskiy navlar keladi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh kelayotgan yangi navlarimizni ham gruppaga qo'yib tanishishda davom etamiz. Manzilimiz Qo'yliq dehqon bozori 43-do'kon. Keyin 201 do'konimiz bor, 185 do'konimiz bor. Yujniy vokzalda ofisimiz ham mavjud. Kelinglar, xarid qilinglar, olib sotarlarga ham, dilerlarga ham, misol respublika bo'yicha dilerlar ham kelib bemalol murojaat qilinglar. Birinchi qo'l arzon narxda qilib beramiz. Mahsulotlarimiz juda ham sifatli, inshaalloh o'z natijalarini sotib dehqonlarga yetkazganinglardan keyin yorug' yuz bilan inshaalloh hammani kutib olasizlar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Genetik seed sizlar uchun ishlashdan charchamaydi. Inshaalloh yangiliklarimiz juda ham ko'p bu yilga. Bizani kuzatinglar. Xudo xolasa hamma yangiliklarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Keyingi aytmoqchi bo'lgan narsamiz agrotexnikalar bo'yicha shunaqa yangiliklar qilyapmiz. Inshaalloh hamma bizda bor mahsulotlarga innovatsion yo'lda shunaqa qilib agrotexnikalarni yaratib beramiz. Xudo xolasa biz bilan ishlaysanglar baraka topasizlar. Xudo xolasa biz sizlar bilan birgamiz. Rahmat.